Bu qafasda bir bola bo'lgan. Nima? Qafasda bola bo'lgan. Qafas devorga mahkamlangan. Itni shu yerga bog'lashmagan. Itni tashqi ko'rinishiga qaraganda tajovuzkor bo'lishga o'rgatilgan. Boltda qon izlari bor. Kimdir chiqarishga uringanga o'xshaydi. Yangi iz bir necha kunlik. Ulgurmadik. Qafasdagi kiyimlar, shim, ko'ylak o'lchamiga qaraganda bo'yi taxminan 1,5 metr. Yosh. Devorga qalamda nimadir chizgan ekan. Qo'shnilar qizlarni tumanda ko'rishgan. Hech tushunmayapman, nega politsiyaga qo'ng'iroq qilishmagan, yordam ham so'rashmagan. Haligi bu bolalar tug'ilgandan beri tizim tomonidan boshqarilgan. Politsiyani chaqirishmaydi. Hech kimning ishi yo'qligini bilishadi. Agar chegaradan chiqsa, nima bo'lishini ham yaxshi bilishadi.